İçinizde bir beyaramchilik bor shundaqmi? Siz torlardagi boshqalarning poqiroq, g'amsiz ko'rinadigan, ammo saxta turmushiga qarab havas yoki hasad va yoki hasrat bilan ekran seyrayotganda o'zingizni shuncha imkoniyatsiz, shuncha ojiz his qilasiz. Kunduzi boshqalarga kulib yurasiz. Ko'pchilik orasida chaqchaqlasiz. To'rga eng xushal chiqqan rasmlaringizni yo'llaysiz. Ammo kechasi o'zingiz bilan yolg'iz qolganda kallingizda doim mening kelgusim zodi nim bo'la? Men nimishqa ulardek yashayolmayman? Mening hayotim nima uchun mushunda qup-quruq degan andisha bilan yuzlasiz. Biz mana mushundaq tugumas xiyollarning, shundaq bir rahimsiz o'lchamning quliga aylanib qoldikki, agar ashu yangi tipdagi telefonni olsam, ashu chiroyli yerlarga berib sayohat qilsam, arzu qilgandek uyni evolasam, oy beshida ko'proq pul topa olsamla, ondan baxtli bo'lib ketaman. Mening hozirgi azobim yanchiqimning quruq bo'lganligida deb o'ylaymiz. Faqatla ashu moddiy narsalarga texi erishamaganligimiz uchun har kuni o'zimizdan og'rinib, doim beoromlik, tashvish va tushkunlik ichida yashaymiz. Biz moddiyatga yetsakla, erishsakla, qalbimizdagi bu g'oyasur bo'shliq baxtga, xushallikqa aylanadi deb xiyol qilamiz. Ammo bir minut to'xtab. Bizni bugun shuncha beorom qilayotgan, erishamay qiynalayotgan, kechalari uxlayolmay azoblanayotgan ashu moddiy boylik, shuhrat, imtiyoz va hashamatning hammasi 1400 yil burun dal biz oldingi qismda ko'rib chiqqan qorong'u Makka jamiyatining qoq markazidagi bir yigitning olqinida butunlay mavjuddi. U biz bugun bir umr tartibmi yetanmasligimiz mumkin bo'lgan dunyo lazzatining mutlaq cho'qqisiga allaqachon chiqib bo'lgan edi. Undaqda u yigit qo'l ilgidagi narsalar bilan baxtli bo'la oldimi? Qani biz birlikda ko'rib chiqaylik. Assalomu alaykum izbasar qayrindishim. Oldin qaytim biz 1400 yil burunqi Makka ko'chalarini aylandik. Pulga va shuhratga cho'qinadigan, odamni qul qiladigan ashu vahshiy sistemini, ya'ni haqiqiy jahiliyatni o'z ko'zimiz bilan ko'rib chiqqan edik. Endi bugun shu qorong'u va shafqatsiz sistemining qoq markaziga, eng yuqori cho'qqisiga chiqamiz. Bu qaytim biz oddiy bir fuqaroning uyiga emas, balki butun Makkani kontrol qilib turayotgan, darajadan tashqari oqsumak bir oilaning qal'asiga qadam bosamiz. Qarang, Makkada Abduddar degan bir jamoat botdi. Bu jamoatni Qurayshning naq dal yuriki markazi desak ham bo'ladi. Kabining oshqushi kimning qo'lida? Shularning. Makkada bir mas'ul chiqib parlamentga, ya'ni Darun Nadvaga yig'in chaqirish huquqchi, ya'ni shularda. Urush chiqib qolsa, qo'shinning eng oldida Makkaning boshlig'ini ko'tarish sharafichi, ya'ni shularning qo'lida. Iqtisod, siyosat va huquqning hammani changiliga ilib olgan, qosh qapqiga butun jamiyat qaraydigan ular mana mushunda qudratli bir qal'a edi. Bu saroyda har qanday bir kishini bir eg'iz so'z bilan titirtalaydigan, boylikqa ishib tishib ketgan to'mir ayol Xunas binti Malik yashaydi. Xunas bakli takabbur, qo'pol, boylikqa ishib tishib ketgan ayoldi. Uning butun boyligini sarf qiladigan birla odam bor bo'lib, u bo'lsa-mu uning ko'z nuri birdan bir aki o'g'li Makkaning eng parlaq yulduzi Mus'ab bin Umayr edi. Makkada uningda kelishgan, uningdek bayashatlik va hashamat ichida cho'ng bo'lgan ikkinchi bir yigitni tepish mumkin emas edi. Bugungi kunda yoshlarimiz chet elning dongliq markalarini kiyishni bir xil martaba deb biladi shundaqmi? Mus'abning ishkobida Makkaning yerlik raxtlaridan tikilgan biraqur oddiy kiyimni tepilmaydi. Onasi uningga kiyimlarni faqatli Shamdan, Yamandan maxsus karavonlar orqali eng isil yipaklardan zakaz qilib akeldiratdi. Oyoqlarini podshohlarga o'tib tikadigan mashhur ustalar maxsus o'lchab nodir terilardan tikib beradi. Uning atirlaricha onasi uning bu shu zamonning eng nodir, eng qimmat atirlarini ib beradiki, Mus'ab bir ko'chadan o'tib qolsa, puruqi butun havoga tariladi. Kishilar uni ko'may turibla havodagi shu sehrli puroqdan bu ko'chadan hozirla Mus'ab o'tibdi deyishib ketadi. U Makkaning birdan bir mana shundaq begzodasi edi. U ko'chadan o'tganida qizlar bo'lsa derizlardan yushuruncha qarishib havas qilib qoladi. Boylar yig'in ochganda yeshining kichikligi qaramasdan Mus'abni alayda taklif qiladi. Chunki uning go'zalligi, nutqi va aqli ashu suhbatlarga husn qo'shadi. G'am tashvish degan so'zlar uning lug'atida yo'q edi. Ammo o'ylab beqana qayrindishim. Mus'ab baxtlikmidi? Uning hayotida kishilar ko'maydigan, hatto onasi Xunasmi sezmaydigan bir ishlar yuz beryapti.
Boylik va lazzatning eng cho'qqisiga chiqqan bu yigit kechalari ashu dag'dug'liq yig'ilishlardan qaytib kelib, shahani yotiqida yolg'iz qolganda, ashu qimmatbaholiq ipak kiyimlarini silib, aynakka qaraganida uning yuragini zodi qandoq bir tuyg'u qoplagan deysiz. Bu dunyodagi pulga setib olg'ili bo'ladigan barliq rohatlar uningga qilchilikmi xo'shallik bermayotdi. Qalbida biz bugun his qilayotgan ashu dahshatlik yolg'izlikni, odamni bo'g'ib qo'ydigan ashu ma'nisizlik bo'shliqini u his qilishga boshlagan edi. U o'z-o'zidan so'raydi: "Men zodi kim? Men nima uchun yashayapman? Yamandan kelgan isil kiyimlarni kiyib, isil tomoqlarni yeb, kishilarning olqishini anglab, ondan bir kuni qerib o'lib ketish uchunmi? İnsanlık qimmatim faqatla mushunchilikmi? Mening ruhim nima uchun bu quruq olqishlardan qanoat topmaydi?" Uning qalbida mana shunday bir isyon uyg'ongan edi. Dunyodagi eng isil rahlarni kiyib bozorga chiqqanida pul uchun bir-biriga o'rik olishadigan, o'z qullarini hayvonda qiynayotgan Quraysh boylarini, gunohsiz sabiy qizlarini qumga tirik ko'mayotgan vahshiylarni ko'ratdi. Uning pok vijdoni qiynaldi. Men kelgusida mana shunday maynat, qonxo'r jamiyatning boshlig'i bo'lamdiman? Yo'q. Bu maynat sistemining sirtida cho'qim bir pokizlik bo'lish kerak. İnsanning ruhini to'yindiradigan bir oliy g'oyib bo'lish kerak deb o'z-o'ziga fikrlaydi. Rahat uni chirtayotdi. Boylik uning zanjir, shuhrat uning turma bo'lib qolgandi. U dunyoning cho'qqisida turibmi, o'zining ruhiy erkinligi uchun nijotlik izlayotgan bir jangchiga aylanish oldi turibdi. Dal mana shuningda qiynalayotgan, qalbidagi qorong'u bo'shliqda tamtirab yurgan kunlarning birida Makka ko'chalarida Quraysh boylari orasida vahima bilan pichirlashib tarqalayotgan bir maxfiy xabar Mus'abning qo'liga kirib qoldi. Angladinglarmi? Abdul Mutallibning yetim nevrisi Muhammad o'zini payg'ambar da'vatqudek. U biz cho'qinadigan butlarni inkor qilib, koinotning faqat birli yaratquchisi bor da'vatqudek. Eng qo'rqinchlisi u boylar bilan kambag'allarning, xo'jayin bilan qullarning Allohning oldida tap-tang barobar ekanligini so'zlayotgandek. Hozir u Makkaning chetidagi Arqam ismli bir yigitning uyida maxfiy holda shu yangi dinni tarqatayotgandek. Mana bu xabar Makka boylari uchun bir qo'rqinchli tushdi. Ammo Mus'ab uchunchi. Mana bu so'zlar Mus'abning qop-qorong'u, zerikishli qalbida tuyuqsiz yiqilgan bir tal nurliq shamdek yorug'lik paydo qildi. Barobarlik, birli yaratquchi, insonning haqiqiy qimmati. Bu so'zlar xuddi uningga yo'qitib qo'ygan narsani topgandek tuyg'u bergandi. Darul Arqamda pichirladi Mus'ab o'z-o'ziga. Butun Makka boylari nafratlanadigan, kirgan odam tutilib qolsa shu zaman o'ltiriladigan bu xatarlik uy Mus'ab uchun bir ruhiy qulluqdan qutuldiradigan birdan-bir nijotlik darvozasidek tuyuldi. Boylik va hashamat turmusidan qochib chiqish uchun u o'limga tavakkul qilish kerak edi. U men cho'qim ashuyaga berishim kerak. Muhammadning nima da'vatqanligini o'z qo'lim bilan anglashim kerak deb keskin bir qarorga keldi. Qarindishim, ekran oldidagi meni anglayotgan qadrli qarindishim. Sizmi xuddi bir narsangizni yuttirib qo'ygandek, o'zingizmi bilinmayotgan bir beoromchilik ichida yashayapsiz. Amaliyotda siz boshqalarga yarash uchun jamiyat sizga bekitib bergan ashu saxta muvaffaqiyat o'lchamlariga yetish uchun har kuni o'zingizni majburlab yugurib bakla charchab ketdingiz. Ba'zida yig'lingiz kelsimi, yoshlaringizni ichingizga yutib yashayapsiz. Mus'abmi dal sizdek yerib charchagan edi. O dunyoning cho'qqisida turibmi, ruhining shunchalik oshqolganligini his qilgandi. Shunga u ashu kechasi qorong'ulikda yushirinib berib, Darul Arqamning darvozasini qoqqanda, amaliyotda oddiy bir yog'och eshik emas, balki o'zining zaxmlangan, charchagan ruhiga oromgoh izlab, rahmat darvozasini qoqqan edi. U sen puling bilan emas, kiyiming yoki shuhrating bilan emas, faqat va faqat inson bo'lganliging uchun eng qimmatli deydigan bir sirdoshqa, bir mehribonlikqa tashna edi. Sizning qalbingizda dal mushundaq bir oromgohga, sizni barliq kamchiliklaringiz bilan qabul qiladigan, yuragingizni orom topqizadigan bir nijotlikqa tashnalik bormi? Agar sizmi yuragingizdagi ashu ig'ir yuklarni tashlab, bo'shliqqa to'lgan ruhingizga bir tasalli topmoqchi bo'lsangiz, agar sizmi bu saxta va ma'nisiz raqobatlardan qutulib, haqiqiy erkinlikka chiqmoqchi bo'lsangiz, keling qarindishim. Ikkimiz birga Mus'abning yonida turib, ashu sirliq ishni qoqayli. Keyingi qismda biz Darul Arqamning ichiga kiramiz. U yerda ko'z yoshlarimizni surtadigan,
bizga haqiqiy qimmatimizni bildiradigan tarixdagi eng ulug', eng mehribon muallim bilan yuz ko'rishimiz. Bu uchrashish Mus'abningla emas, balki sizningmi hayotingizni manguga o'zgartirib tashlashi mumkin. Allohga omonat bo'ling, ruhingizga oromlik tilayman. Keyingi qismda ko'rishaylik.